Ramazon aksiyasiga katta chegirmaga start berdik. Narxlarni qisqacha qilib tanishtirib o'taman. Qalin Sebbob Eron nomli gilamimiz razmeri 3,5 ga 5 metrlik. Oldingi narxi 2.400-2.500 ming so'mgacha sotilgan. Hozir chegirmada narxi 1.940 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Navbatdagisi ro'zg'orbob metrli gilam hisoblanadi. Eniga 3,5 metrli. 1 metr narxi oldingi narxi 160 ming so'm sotilgan. Hozir chegirmada narxi 145 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Sebbob Yagara nomli gilamimiz chetlari kojali, popili, razmeri 3,5 ga 6 metrli. Oldingi narxi 2.100-2.200 ming so'mgacha sotilgan. Hozir chegirmada narxi 1.680 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Keyingisi Ipay nomli metrli gilam hisoblanadi. Eniga 4 metrli. Oldingi narxi 420 ming so'mdan sotilgan 1 metr narxi. Hozir chegirmada narxi 355 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ro'zg'orbob gilam 5 metrli hisoblanadi. 750 ming 800 ming so'mgacha sotilgan. Hozir chegirmada narxi 625 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Navbatdagisi ikki xil tovlanuvchan metrli gilam hisoblanadi. Eniga 3,5 metrli. Oldingi narxi 1 metr 250 ming so'm sotilgan. Hozir chegirmada narxi 1 metr 215 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Shoshiling, ulgurib qoling va foydalanib qoling. Chegirmamiz muddati 20-fevraldan 10-martgacha. Manzilni tushuntiraman. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani mo'ljal prokuraturaning ro'parasida joylashgan ommaviy gilamlar markazi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamga qo'ng'iroq qiling.